Assalomu alaykum. Hozir biz sizlar bilan Prezident maktabiga kirish imtihon testlarini matematika fani bo'yicha bitta mantiqiy masalasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Savolni o'qib eshitiraman. Bitta havo shari 80 kg yukni ko'tara oladi. Ikkita havo shari esa 180 kg yukni ko'tara oladi. Berilayotgan savol bitta savatning og'irligini toping degan savol bizga berilyapti. Bu yerda birinchi havo sharining o'zi 80 kg, ikkinchi havo shari esa 180 kg yukni ko'tara olyapti. Bu yerda biz birgina yukni og'irligini topishimiz uchun ikkalasi ko'tarayotgan yukdan bittasi ko'tarayotgan yukni ayirib yuborishimiz kerak bo'ladi. 180 kg dan 80 kg yukni ayirganimizda bizda 100 degan qiymat chiqadi. Bu faqatgina yukning og'irligi bo'ladi. Biz endi bu 100 kg dan birinchi havo sharining ko'tarayotgan yukini og'irligini ayirganimizda faqatgina bitta savatning og'irligini topgan bo'lamiz. 80 kg ni ayirib yuborsak 20 kg, ya'ni birgina savatning og'irligini topgan bo'lamiz. Mana sizlar bilan ushbu masalani birgalikda ko'rib chiqdik. Xato va kamchiliklar bo'lsa sizlardan uzr so'rab qolaman va keyingi videolarda uchrashguncha xayr deb xayrlashib qolaman.